qizlar. Keyin yana hammaga xayrli kun bir nimani aytib o'tmoqchiman. Nimani? Ko'pincha mana ugri toshayotgan yoki dog' bo'layotgan, yuzda dog' bo'lsa yoki biror bir muammosi bo'lsa, stressga tushib qoladi-da. Ya'ni voy nima bo'ladi, ketarmikan yoki shunaqa yoki juda ham ko'p kosmetika sotib oladi, nimalardir, lekin foydasi bo'lmaydi. Bilasizlarmi nima uchun? Chunki ong bitta narsani juda ham to'g'ri va aniq ishonaman va isbotlaganman o'zimga ham. Ong juda ham zo'r narsa. Qizlar, biror nima ishlatyapsizlarmi? Ana zo'r bo'lyapti. Ana zo'r. O'zlaringni birinchi navbatda uspokayt qilinglar. Sizlardagi ugri boshqada ham bor. O'sha ugri vaqtini yashab ketadi, to'g'ri o'qit qizlaring. To'g'ri o'zlaringga qaraslaring yoki o'sha dog' ham xuddi shunday. Qilmaslaring ketmaydi, qilish kerak. Harakat qilib, lekin butun aql anavlaringni unga qaratmanglar, e'tiborlaringni. Qancha muhimligini orttiraversalar, u shunchalik avj oladi-da. Bu narsani to'g'ri qabul qilish